Assalomu alaykum. Mana meni oldimda diskrijen kasalligidan, ya'ni umurtqa sho'rasi kasalligidan eng oson va eng qulay yo'l bilan davolash vositasi turibdi. Juda tez ta'sir qiladi, juda effekti kuchli. Buning uchun mana ushbu malhamni, biovazelinni umurtqa sohasiga, yelka sohasidan boshlab muvozagacha kuniga 1 marta, 2 marta surtib turiladi va og'ridigan joylarga surtish mumkin tizzabel sohasiga. Mana bu majmua esa bir choy qoshiqdan tabletkaga o'xshab ichib turiladi. Ovqatdan 1 soat oldin va yoki ovqatdan keyin iste'mol qilish mumkin. Aslan ovqatdan oldin iste'mol qilish kerak, lekin o't tufayli yoki boshqa zonada ma'nosi bo'lar, ovqatdan keyin iste'mol qiladi. 1 choy qoshiqdan iste'mol qiladi, yarim piyola qaynagan iloq suv bilan. Kifoya qiladi shu diskrijadan qutulasiz inshaalloh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men Eshitjon Shuhrat Xorazmdanman. Men Grizadis bo'yicha belim og'riydi. Men bundan 1 oy burun tabib xotirajamga uchrashib, shunaqa dardim bor ekanligini aytdim. Xotirajam menga dorilarni tavsiya qilib ko'rsatdilar. Keyin men o'sha dorilarni olib ichdim. Hozir yaxshiman. Xudoga shukr. Bemalol o'zingizdan olib ichishingiz mumkin. Yaxshi ekan. Men belim yaxshi bo'lyapti. Mana bugun yana bir xushxabar bo'ldi. Mana bu bemorimiz 3 yil oldin ayollari kelgan ekan, diskrija bo'lib, dori olib sog'aygan ekan. Shu kunlarda o'zlari ham diskrija bo'lib, dori olishga kelibdilar. Marhamat, o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum. 3 yil oldin xotinim bormagan joy qolmoqda. Shuni eshitib, shu kishidan kelib oluvdi. Xudoga shukr, hozir yaxshi. Endi o'zim Grizadis bo'lganman. Hozir oldim mana, rahmat. Nasib etsa yaxshi bo'lib ketarman. Inshaalloh. Katta rahmat. Inshaalloh, salomat bo'ling.